sakrab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qoshi ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadaming. Assalomu alaykum, Sherali Akmalov kanalining kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugun 2026-yil 26-avgust bizning bu galgi manzilimiz Shobboz Ofiy 14-poliklinikaga tashrif buyurdik. Bu yerda Dilorom opamizni tavallud kunlari bilan tabriklab barcha kollektivi nomidan tashrif buyurdik. Dilorom opamizga sog'lik, salomatlik, 100 yoshlarga kirib, oqliqlarning farzandlarining yaxshi kunlarini ko'rib yurishlarini mana shu kollektivning oldida sog' salomat bo'lib, og'zi birchilikda yaxshi kunlarda qatnashishini nasib Allohdan tilab qolamiz-da. Mana chiroyli shillik-do'tlar va guldastlar bilan mana kollektivi nomidan tashrif buyurdik. Mana shunday chiroyli lahzalarni o'tkazib yuborasizlar. Bizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, like bosib, podpishka qilib turasizlar. Demak, tabriklab chiqamiz. Yana bir bor yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, yo'llab o'tinglar. Bismillah. Assalomu alaykum. Dilorom, tabriklayman. Xudoyim yuzga kirib yurgaysiz. Marat bilan qo'sha qarag'aysizlar. Xudoyim hajlarga borgaysizlar. Shu bolani uylantirib, aqtiq, chog'liq ko'rib yurish nasib etgan. Hamisha birga tashlab yurish nasib etgan. Sog'liqda yurgaymiz hammamiz. Tabriklayman. Uzoq umr ko'rsin, baxtli, salomatli bo'lsin. Muqaddas aytganday niyatlarimiz ko'p, shu niyatlarimizga hamisha erishgaymiz. Menimcha o'zi bu narsadan xabari yo'q. Surpriz. Murat akam o'zidan ham xabari yo'q ekan. Mening ham xabarim yo'q. Hozir baxtli bo'lsin. Tabriklaymiz Murat aka, qo'sha qarag'aysizlar, ortiq chog'liqlaringizni yaxshi kunlarni ko'rib. Bahorasi ichkarida davom ettiramiz. Davom. Doktor, assalomu alaykum deb tabriklaymiz. Xudoyim shu doktor bilan qo'sha qarib, kelin, aqtiqlarni ko'rib o'tirmak nasib etsin. Xudoyim pensiyalaringiz bardavom bo'lsin. Ko'p yillar amaq nasib etsin. Tug'ilgan kuningiz bilan ham tabriklayman. Demak, tabriklab chiqamiz. Dilorom opa, yuzga kirgaysiz, ketdik. Yaxshi kunlarda qatnashib kollektiv bilan Murat akamiz bilan qo'sha qarib farzandlaringizni, aqtiqlarni yaxshi kunlarni ko'rib o'tishni Allohdan tilab qolamiz. Mana shu kollektivdan nomlarini bir qator aytib o'taman. Muqaddas opalar, Yakimjon muborak. Murat akamiz endi o'zingiz umr yo'ldoshingiz ham boshlig'ingiz. Dilafruz Qudrat barcha mana shu kollektivimiz nomidan uzoq umr tilaymiz. Yaxshi niyatlarni demak, to'g'ri yedirib qo'yamiz Murat aka. Umr yo'ldoshingizga qancha tabriklaymiz.
Mana shunday yaxshi niyatlarni, Dalam opam bizga bo'lgan yaxshi niyatlarni yo'llash uchun so'z navbatini beramiz. Kim boshlab beradi, xudo xolasa? O'z navbatini. Marhamat. Madad opa. Yana da tebrikler, beraber tebrikler. Maratla qo'shaqani mashalarga borib berishlar. O'g'limizni uylantirib, vaqtida sog'liqni ko'rish nasib etgan. Sog'liqda ishlash nasib etgan. Hamma o'z prezidentda yurganmiz. Hammaga sog'liq. İş bilan tabriklaymiz. Doktor bilan qo'shaqani, bolani, qizim, faqat ko'rib yurish nasib etsin. Ishlaringiz sog'lom, sog' bo'lasiz. Martabalaringiz hamisha baland bo'lsin. Farzandlaringiz rohatini ko'rmak nasib Tabriklayman. Doim 100 yillik yubileylarda shundaki orzularimizga tabriklar qilmoq nasib etsin. Kasbimizdan baraka toping. Shu kasbdan pensiyaga chiqqan vaqtlarda da tabriklar o'tirish nasib etgan. Tuğan kurusuna tabriklayman. Sizga umr sog'lik tilayman. Xudoy muroddan xushxabarlaysiz. Farzandlarim rohatlarini ko'rgaysiz. Xonadoningizda birday to'y yaxshi kun bo'lsin. Yaxshi kun bo'lsin. Yaxshi, rahmat hammangizga. Doktor kullanmasına tabrikime buradan uzak olarak iyi hizmetinden çerçemay sağlık bir örgüsü. Doktor tabriklayman. Xudoy umringiz uzoq bo'lsin. Martaba bilan qo'shaqlar, farzandlaringizning hamma rohatlarini, quvonchli kunlarini ko'rib yuraverin. Nabiralaringiz ko'p bo'lsin. Birga bo'lsin. Tabriklayman. Uzoq bo'lay. Ishlaringiz olar. Bizda shunday yuraklarga Birga bo'lsin. Doktor tabriklaymiz. Buradagi yaxshi niyatlarni sizga. To'yni birgasiz. Rahmat. Azam bilan doktor tabriklayman. Hammaning yuragidan qo'shilaman. Uzoq umr ko'rgaysiz. Doktor tabriklayman. Bugun tug'ilganingiz bilan Xudoy umringiz uzoq bo'lsin. Sog' salomat yurgaysiz. O'sha qari bergaysiz. Yil xizmatidan charchamay yurgaysiz. Doktor tabriklayman. Martaba bilan qo'shaqlarni bolasi bilan ko'ring. Doktor tabriklayman. Tug'an kunlaringiz bilan yildan yurtni xizmatidan charchamang. Doktor tabriklayman. Xudoy hamisha shunday go'zal chiroyli umringizni sog' bersin. Bugun juda chiroyli yuribman. Hamisha sog' salomat bo'ling. Hech qachon kasal Rahmat, rahmat. Rahmat, birga bo'lsin. Doktor tabriklayman. Sog'lom tabriklaymiz. Xudoyim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Kelin olin, aql suyum. Xudoyim shu kelin olin, aql suyum nabiralarini xizmatini ko'rmak nasib etsin. Xudoyim bizga pensiyaga chiqqancha bizlarni shu doktorimiz doktorimiz. Ketmay shu yerda ishlaringiz. Tabriklaymiz. Baxtli bo'ling. Doktor tug'ilgan kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Hamisha sog' salomat yuraverasiz. Xudoyim kuch-quvvat. Aydagi yillarda olib yaxshi tayinlab olaysiz. Suyurgaysiz Xudoyim. Starshin nomini tabriklayman. Rahmat. Endi so'z navbati Murat akamizga beramiz. Umr yo'ldoshlari. Murat akam, umr yo'ldoshingizni tug'ilgan kuni qutlug' bo'laversin. Aytganday tilaklarga qo'shilib, 100 yoshlarga teng qartayib, ortiqcha ovqatni yaxshi kunlarni ko'rib o'ring. Charchamang ishlardan marhamat. Assalomu alaykum. Juda katta bu narsani men umuman havolim yo'q edi. Hozir qilib qoldim. Soat 7dan beri Ertalab mashinada keltirgan shuncha odamlar edi, kechasi bilan telegramlar, shu tabriklar uzoq shunday narsalar aytib keldim mashinaga kelgancha. Tabriklayman. Uzoq umr ko'rib, baxtli salomatli bo'l.
Shunda yering borgan xizmatlar. Kollektivga katta rahmat aytaman. Men umuman bu narsani o'ylaganim ham yo'q, xayolga keltirganim yo'q. Rahmat baringizga. Ahmet aytganday, mana shunday kollektiv hamma yerdan topilavermaydi. Ko'z tegmasa Xudoyim, hamisha yaxshi kunlarga qatnashqaysizlar. Mana shu tabrik, mana shunday yaxshi kunlaringizda, mana shu She'rlar Akmalov kanalini kuzatib turganlar, yaxshi kunlaringizda xizmat topilaveramiz. Biroq, yana bir so'zni va sizga beramiz, unda o'zingizni yaxshi aytangiz, kollektivingizga tashakkurlaringizni yo'llab qo'ysangiz. Assalomu alaykum, hammalarga rahmat. Ertalabdan o'zi bir tashkil qilish niyatim bor edi. Bir avitda bir yerda o'tiramizmi, bir tashkil qoraman. Niyat bor edi. Ertalabdan glavach 7da hokimiyatga kelgan ekanga ish ko'payib ketdi. Hozir ham mana kasallar muammosi bilan chiqolmayapman-da. Rahmat. Hammalarga rahmat. Ya nasib bo'lsa, ertaga pensiyaga ariza tashlayman, nasib xudo xohlasa. Ariza tashlab keyin bayram arafasida bir yerda nasib bo'lsa chiroyli qilib tashkil o'tiramiz. Ko'ngildor ham bayramni nishonlaymiz, ham pensiyani hammasini birga. Hammalar uchun katta rahmat, minnatdorman. Xudoyim safimiz kengaysin, hech kim safimiz kamaymasin. Hammaga yaxshi kayfiyat, hammamizni tug'ilgan kundan tug'ilgan kunga Allohim sog' salomat, ozg'inchilikda mehr oqibatga yetkazagilsin. Hammalarga katta rahmat. Sağ olgaysız, yüzge kirgaysiz, Hacı Mama bo'lgaysizlar, Hacı Ataqa bo'lgaysizlar. Tabriklaymiz. Demak, o'yinimiz xudo xolasa sho'rda o'ynaymiz-mi? Yaqin chiqamiz. Sho'rdami? Demak, unda hammani chiroyli aksiyaga taklif etamiz. Ketdik, marhamat.
ketdi oldinda. Yana yaxshi kunlarda qatnashish nasib etsin. Hammangiz orzu bir chiringlar, ko'z tegmasin, Xudoim yaxshi kunlarda qatnashinglar. Sherali Akmalov kanalini kuzatib boralasizlar. 14-oilaviy poliklinikasi xodimlariga bitta qarsak bo'lsin. Tabriklaymiz. Zo'r motivatsiya berdinglar. Sizlarga rahmat. Sog' bo'lasiz. Borlaringizga shukur, sizlar borsizlar, biz ham bormiz. Bizlarning jonimiz og'rigan paytda sizlar davolaysizlar. Borlaringizga shukur, ko'z tegmasin. Bo'ldi, rahmat. Ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qoshi ko'zdek.